Aha, rahmat. Xo'p, arendani pulini hozirdan to'lasangiz menimcha yaxshiroq bo'lardi. Aha, hozir to'layman. Xo'p, mana sizga uzr. $3000 mana hammasi. Voy. Короче, mana. Mana sizga mana $3000. Ey, chalot. 1 2 3 4 5 6 7. Mana sizga $3000 bemalol olib ketsangiz bo'laveradi. Aha, mayli, men ketdim. Bu yerda xohlaganingizcha foydalanishingiz bo'laveradi. Mayli, xayr. Aha, xo'p. Bo'ldi, hozir bu sotib oldi. Yaxshi. O'rganib chiqamiz. Normalniy mashina salon qilishga cho'tki joy. Voy. Mayli. Eshigini almashtiramiz. Unda hozir uyga borib, sразу nimalar qilib, menda o'zimda $700 turibdi. Mana shuni qo'ysam $700. Uyga borib, uni mashinalarda olib kelishga aytib qo'ysam bo'ldi. Xo'p, keyin ishim hal. Mayli, xo'p. Mayli, notebookni aytib qo'yaman. SMS qilib yozaveramiz. Mayli. Hozir yozdim, keladi hozir. Xo'sh, menimcha ular ham kelgan bo'lish kerak. O, telefon bo'lyapti. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Assalomu alaykum. Nima mashinalaringiz keldi? Bemalol nima? Yo'q, hazillashim kelmadi. Zo'r hozir qo'yyapmiz. Qayerga olib borishimiz kerak? Короче, nasa bo'ladi? Shu o'rtaroq joy ali Olmazor ko'cha, shu nima to'xtab turing, o'zim lokatsiya tashlab yuboraman hozir. To'xta, kartadan kirib tashlab olsam bo'ladi. Mana shu yonimdagi joy belgilaymiz. Bo'ldi, jo'natib yubordi. Alo, jo'natib yubordim sizga. Aha, xo'p, ana shu yerga qo'yaveraylikmi? Aha, birinchi etajga qo'yaverasizlar. Aha, yarim soatdan keyin bitadi. Xo'p. Yarim soatdan keyin bitadi. Yaxshi. Ungacha davay notebookda yangi tovarlarni ko'rib turamiz. Tovarlar juda ham yaxshi ekan. Yaxshi. Menimcha hozir yetarlicha nima qildim. Yaxshi. Ovqatlar bor, yaxshi. Hamma narsa joyida. Soatdan o'tib bo'libdi. Mayli. Hammasi yaxshi kelib turib. Kechqurun savdo bo'larmikan degan savol bor. Telefon bo'ldi. Alo, assalomu alaykum. Alo, Sayl, biz o'rnatib bo'ldik. Kelib ko'rishing mumkin. Biz ketdik. Aha, bo'p. Sizlarga nima kartadan tashlayveraman. Aha, mayli. Xo'p. Davay, bola tezroq boramiz, qulflab olamiz. Qani ketdi. Voy. Qani ketdi. Hoppa. Yaxshi. Qani. Voy. Endi bu ham mana qo'yib qoldik. Yaxshi, cho'tki-yu. Yaxshi, normalniy. To'lov qilgan narsalarim hammasi o'zimniki, yaxshi. Rasmga olamiz. Bo'ldi. Nima qilardi endi? Odamlar kelishini kutamiz. Notebookgacha tayyorlab qo'yishibdi. Yaxshi. Xo'p, qani kutaylikchi, kim kelar ekan? Yaxshi. A few moments later. Bilaman, bitta odam kelmaydi. Salom, Sayl, yaxshimisan, kimsan? Kim bu? Mashinalar tilyapti. Do'stlar, bu bizning birinchi mijozimiz. Sayl, menga mana shu yoqda, mana shu uyni sotib olaman. Bu qancha turadi? Buni narxi $1,500 turadi. Shunaqa mana yozib qo'ygan ekan, $1,500 turadi. Xo'sh, narxda to'lasizmi yoki kartadami? Yaxshi, bering. Qoluvchi mana senga o'sha. Ol. Qancha shunchi? Aha, uyimga yetkazib berasan. Aha, mayli. Okey, sog' bo'ling. Aha, mayli. Yaxshi, birinchi mijozimizni yonmayu. Demak, mana buni zakaz qildi, olib borib beramiz. Yaxshi.
Oho, birinchi mijozimiz $1,5 ming birinchi kunda. Normalni $2,200 bo'ldi. Buni sotib yana hafta o'shanda zakaz qilib qo'yaymikan? Hop, yaxshi. Ha. Yaxshi, buni olib borib beramiz. Hop, olib borib beruvchi nimam kelsa hozir. Aha, hop. No bo'ldi, hozirgi bugungi topgan pulimiz 1,5 ming bo'ldi. No yaxshi, bulardan juda ham katta foyda olsak bo'ladi. Mana men bundan mana shunday katta mashinalarda va mana traktordan ham olsak bo'ladi. Bu kichkinalar bo'lsa, shu sal kamroqga sotiladi. Ammo lekin bu tomoniga bu 2 bo'lib, bu tomoniga arenda uchun nimalar qilsak ham bo'laveradi. Yaxshi. Bunaqada katta uyga boraveraylik, kecham tushib qoldi shu. Oho, osmon qorong'ilashib kecham tushib bo'ldi. Ammo yulduzlar ko'rinmay turgani achinarli bu. Chunki biz shaharda yashaymiz, tutun, hamma shaharda ko'rinmaydi. Bilasizlar, hop. Voy. Hop. Bugun topgan pulimiz ancha yaxshi. Birinchi kundan o'sha cho'tki pul bo'lyapti, normali. Hozir yotib ozgina uxlaymiz. Ertangi kuni bizni kuchli nima, juda ham yaxshi ishlar kutib qolmoqda. Qani ketdi. Voy, bellarim og'rib ketdi bari. Kunam o'tibdi, yaxshi. Xo'p, yaxshi. Hammasi yaxshi. Mayli, soat 7:35 ishga chiqadigan paytim bo'ldi. Kechqurun bitta bola telefon qilib aytib qo'ydim. Eshigimni tuzatib qo'ydi, almashtirib ketdi. Menimcha almashtirib ketgan bo'lishi kerak. Hop, ko'ramiz. Hoppa, cho'milib chiqaymi ekan? Davay. Tekinu. Ay, qayerdan chiqadi? Fikrimdan qaytdim bolalar. Fikrimdan qaytdim. Hoppa. Voy. Fikrimdan qaytdim. Davay, hozir ishxonaga kirib. Mana bo'lar ekan-u. Men cho'tga qilib qo'ysa, mana yaxshigina hamma mashina bu nima qilyapti? Hozir ko'cha olib chiqib tashlaymiz buni. Ya bo'pti. Eshigim buzilib qolgan yoki bir nima bo'lib qolgan. Voy. Bo'l. Hozir notebookga tegib ketmasin. Kimniki bo'lsa olib ketaveradi. Bal. O'tirib olamiz, mayli odam kelishini kutib. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bemalol kirib olsanglar bo'laveradi, marhamat. O'zingizlar xohlagan narsa olib ketsanglar bo'laveradi. Yaxshi, bitta dikta klient. Normal. Hop, siz o'sha nimani olmoqchimisiz? Aha, u $2,5 turadi. Berasizmi? Berdi. Rahmat. Uyingizga borib beramiz. Bemalol ketishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Uni olmoqchimisiz? Bizda atigi $1,000 turadi xolos. Uyingizga borib beramiz. Naqdda to'laysizmi? Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, shu ikkita mijoz nima zakazlarni qabul qildik. Bizda bu bilan bu nimada? Bularni olib borib sal nima qilib qo'yamiz. Zakaz olganlarni boshqa joylarga qo'yib qo'yamiz. Buni ko'tarolmayman lekin. Amali. Ammo lekin do'stlar, hozir qolgan $3,5 bitadi. 3,5 ming. Yo-mayo. Yo-mayo, $3,5 Yo-mayo. $5,700 do'stlar. Bittada $5,700. Normal. Xo'p. Yaxshi, bu biz uchun vashi cho'tki bu. Hop, mayli ozgincha o'tiraylikchi, mayli yana. Aha. Hop. Yaxshi, hamma narsa joyida. Sal nima o'rta kunam chiqib qoldi, obedam bo'lib qoldi.
uyga kirib ovqatlanib ham chiqish kerak. Yana bitta mijoz kelsin, keyin sirasi uyga kirib ovqatlanib, qorni to'ygizib, yana ishga chiqamiz. O yana bitta keldi. Assalomu alaykum, yaxshimi? Sizimsiz? Xo'p, mana shu valiga mashina olaylik. Traktor tanladingizmi? Ha, yaxshi. Uni narxi $1000 turadi. 1,5 ming dollar atrofida. 1,5 ming bering. Aha, rahmat. Uyingizga borib qo'yamiz. Bo'tdagilar boshqacha ekan. Gapirsam oxirigacha eshitmasin, ketib qolaveradi. Uyiga boradimi, qo'shnisini uyiga boradimi, bularga farqi yo'q ekan. Mayli, yaxshi, bu traktor bo'ldi. 1,5 ming dollar. Seriozmi? 7200 dollar. Yommayo. O'zimga hozir qancha qolyapti? Yommayo. O'zi buni $1000 ga oldim. $500 qo'shib sotdim. Buni ko'p odam sotadi. 2,5 ming dollar qilib sotaman. Buni 2000, bu 500 da. Qani qo'plab olamiz. Aha, yaxshi, uyga boribdi, o'qitam kelamiz. Voy, voy, voy. Oyay, sakramay o'l. Voy. Oyay. Sakramay o'la. Yaxshi, mayli, sal oyoqda qisib olamiz. Mana qanaqa ovqatlar bor ekan? Pechenye, steak, buni pechenyedan ozgincha yeb olamiz. O'tirib. Yegandan keyin chiqsak bo'ldi. Ha, xo'p. Mana do'stlar, hamma narsa bo'ldi. Yaxshi. Kecham tushib qoldi hozir. Obed qildik, hammasi yaxshi. Xo'p. Nima qilamiz endi? Pechenyedan 2 ta dona yeb oldim. Anu bratga telefon qilamiz. Mashina olib kelib berayotgan. Ali, assalomu alaykum aka. Yana mashinalarni olib kelib berasizmi demoqchi edim. Xo'p, bitada sotib bo'ldingmi? Aha, hammasi sotilib ketdi bitada. Chotki ekan bu joy, hamma mashinaga qiziqar ekan. Aha, yaxshi. Xo'p, aytishingni oldin olib borib bo'ldim. Ay, yo'q. Bo'pti, qancha tashiydi kartangizga? Shu bir o'zing bilganingcha tashab qo'y. 2000 mi, 3000 mi dollar tashab qo'y. Bo'ldi, baba tashab qo'yamiz. Aytgancha do'stlar, hozir mashina o'g'otgan bola bor, mashinalarni vasha arzonga sotadi, bor. Vasha arzonga shundan foydalanib, men bitta nima foyda qilyapman-da. Olib borib bo'ldim dedim, haligindi. Olib borib bo'ldi dedim. Yaxshi. To'g'ri ketdi bo'lmasa. Qani, ko'raylikchi. Opa. Normal. Xo'sh. Qani. Yo-moyo. Wow, vashu. Wow, chotki. Yaxshi, chotki bo'ldi. Vashi zo'r. Bo'ldi, hammasi zo'r. Xo'p, ajoyib. Endi odamlar kutishini nima qilib turamiz? Yaxshi. Xo'p, qani, xo'p, mayli. Yo'q, hammasi yaxshi. Chotki, normal, hozirgacha juda ham ajoyib savdo bo'lyapti. Hammasi chotki, to'g'rimi do'stlar? Kim? Yo'q. Sen hali hamma pullaringni ber qani. To'xta, meni pullarim sizga nima kerak? Kimsiz o'zsiz? Bet sizga niqob taqyapsiz. Muhimi sen pullarni ber, bo'lmasa kallingni ayrilasan. Bo'l. Hozir. Tezroq ber deyapman. Aha, bo'l. Hozir. Birini kutib turing. Voy, dur. Hozir. Voy do'stlar, nima bu? Mayli, $8 bor pulimni berib yuboraman bunga. Mana aka, bor pulim mana shu. Oha, yaxshi, yana kelaman, qara lekin mayli, ko'risharmiz. Yo do'stlar, voy, mana $8 uxlatib ketdi o'g'ri. Yo-mayo, endi nima qilamiz?